Osilmasdan 20 kilo, 30 kilolab, 15 kilolab ozishni istasangiz, aynan bugungi video sizga. Chunki kontrast dushning foydalari, uni qabul qilish texnikasi kimlarga mumkin emas, mana shu haqida men dietolog Sadoqat Muhammadjonova sizga ma'lumot beraman. Kontrast dush o'zi bu nima? Sovuq va issiq suvni o'rnini almashtirgan holatda dush qabul qilish. Xo'sh, uni qanday bajaramiz? Birinchi o'rinda kontrast dushni qanday bajarilishini aytishdan avval uni foydalarini sanab o'tib ketaman. Birinchi o'rinda bu qon aylanishini yaxshilab beradi. Sovuq suv qon tomirlarini toraytiradi. Issiq suv esa uning aksi, ya'ni kengaytirish xususiyatiga ega. Turli xildagi og'riqlar, mushaklardagi og'riqlar kamayadi, immunitet ko'tariladi. Eng asosiysi kayfiyatingiz yaxshi bo'ladi, stressni kamaytirishga yordam beradi. Yoki ozish paytida ko'pincha kollagen yetishmovchiligini hisobiga terilarda osilish holati, ajin tushish holatlari bo'lishi mumkin. Yoki terida aynan qorin sohasida xuddi mana shunaqangi osilish holati bo'lgan paytda kontrast dush yordamida biz bu holatni yaxshilasak bo'ladi. Moddalar almashinuvi jarayoni tezlashadi. Lekin kontrast dushni qabul qilish hammaga ham mumkin emas. Xo'sh, kontrast dushni kimlar qabul qila olmaydi? Birinchi o'rinda agar sizda yurak qon tomir tizimida muammoingiz bo'lsa yoki yuqori davleniyada yuradigan bo'lsangiz, doimo sizga kontrast dush qabul qilish mumkin emas. Homiladorlarga va turli xildagi epilepsiya kasalliklari bor insonlar uchun, asab sistemasida muammosi bor insonlar uchun kontrast dushlarini qabul qilish umuman mumkin emas. Yoki bo'lishi mumkin turli xildagi onkologik kasalliklari bor insonlar. Bu turdagi insonlarga ham kontrast dushlar tavsiya qilinmaydi. Yoki siz yaqin kunlarda masalan shamollagan bo'lishingiz mumkin, antibiotiklar qabul qilgansiz, bilasiz, antibiotiklar qabul qilgandan keyin o'z-o'zidan immunitet tushib ketishni boshlaydi. Yoki sizning ichaklaringizda yomon bakteriyalarning soni ko'payib ketadi. Gripp, shamollash, tumov, isitma bo'lib yaqin kunlarda tuzalgan bo'lsangiz ham bu turdagi kontrast dushlarni o'sha paytda umuman amalga oshirmang. Yoki turli xildagi dermatitlar, ya'ni teri kasalliklari bo'lsa ham kontrast dushlar siz uchun ishlab bermaydi. Xo'sh, kontrast dushni boshida, haftada necha kun bajargan holatda yoki qanaqa holatlarda bajargan holatda biz boshlashimiz kerak. Boshida bir haftada siz 2 yoki 3 marta kontrast dushni qabul qilishingiz mumkin. Albatta, uni ham davomiyligini e'tiborga olgan holatda. Har doim kontrast dush issiq suv bilan boshlanib, ya'ni issiq suvni 1-2 minut davomida badaningizdan quyib turasiz. Undan keyin sovuq suvga almashtirasiz. Lekin kontrast dushni eng siz bilishingiz kerak bo'lgan narsa sovuq suv bilan kontrast dushni tugatishingiz kerak. Ya'ni fishkasi deyiladi, eng zo'r fishkasi mana shu sovuq suv bilan kontrast dushni tamomlash. Orada albatta issiq suv, sovuq suv, issiq suv, sovuq suv qilib 20-30 soniya davomida o'rnini almashtirib turasiz. Davomiyligi faqatgina boshida bo'lishi mumkin 5-6 yoki 7 daqiqagacha. Keyin esa uni bajariladigan martasini ham, ya'ni bir haftada 2 marta yoki bir haftada 3 marta emas, 4-5 martadan ham bir haftada bajarishingiz mumkin. Ertalab va kechqurun, ya'ni 2 mahaldan. Agar sizga kontrast dushni yozma ko'rinishda qanday bajarilish texnikalari haqidagi ma'lumotlar kerak bo'lsa, albatta bepulga Telegram kanalimga hoziroq ulaning va bepulga ega bo'ling. Keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishamiz.